masalalarda eshityapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. Mana nima qilib o'tiramiz u? Hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, bir uxlab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onda oyatlarini deganda, mana 3 ta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonning shartlarini aytaylik. Amantu billahi va malaikatihi, kutubihi, rusulihi val yawmil akhir. Shar'i min Alloh taala val xo'p. Mana 7 ta sharti bor. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni maydalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Biz shuni bir tuzumda yashab ko'rdik. Otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib olib turib yomonlavergan. Deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq-qo'lini bog'lab qo'yib turib operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar ruchkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz. Domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'riligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u. Itga ko'chada turgan mishqimdek xo'mrib, g'udrasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Bunday engishib bir tosh tomoqchi bo'lgan paytida qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 229 sim ochib turibdi. Qog'oz bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zi ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q to'g'risida kelinglar boshiga salom paket kiyizib, matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini havo to'xtab qolganda his qilsa. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomatga ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozil joy qo'yganmizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar. Hammamiz deyarli. Sen bilan bo'lmaganimda balonim o'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bo'lmaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingizni shinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun 3 ta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz bitta tochkasida qancha bir qiylanib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadarallohu ma tasha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda aytilgan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, 10 qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin 3 so'm bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Birton normalni yashayapti.
otasi o'tib ketgandan keyin. U 1,5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1,5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tiraysiz? Demak, rizqingiz bor. O'shin tushuntirasiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Bu nihoyatda bir dolzarb mavzu. Hozir boshlamayotganimiz sababi odamlar bir jiga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda orqa ichida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa iniy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh alam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonlikdan qayta tilishga. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon keltirsa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayotning rangi, kamalak rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi, namozni qoyim qilsa deyapti Alloh taolo. Xo'p, 7 tasiga ishonib oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dod deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasululloh aytibdi-yu, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Allohga bir quloqda qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi deb ekan. Oyoqdan sug'urish oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narxoz beradimizda o'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadga og'riqdi. Ularda namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozni o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikni Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar. Bir rangi bir qo'rqqanda oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, "Nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Allohning ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan." Gum yurib kelamiz, bir rakat ulgib qolaylik dedi. Birodarlar, mayli o'sha rakatga ulgimang. Ehtimol namozga ham ulgimang, salom berishib olsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqori bilan kirib kelish kerak. O'zi burroq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi. Jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannamda azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak qiyin ekan. Kim infoq ihson qiladi? Faqat mu'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ihson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ihson qilayotganda Allohdan oldin olaman deydi. O'shuncha ihson qiladi u. Bu savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay tarqatayotgan odam ahmoqlikda ayblanadi. Sadaqani
zakotni, xayr ehsonni faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohning oldida nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu 3 ta sifat egasi bo'lmagunizcha, qalbimizda mana shu 3 ta sifat mustahkam tomir otib olmagunicha, bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaganda, birodarlar. Qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha, bizda g'aybga ishonish sifati bo'lmagunicha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmagunicha va infoq ihson sifati bo'lmagunicha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davom eting. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka humul muflihun. Endi o'shalar deyapti Alloh taolo. Mana shu 3 ta sifati borlar deyapti. 3 ta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deyapti. Va ulayka humul muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi. Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar, o'zini qilayotgan ishini nima qiladi? To'g'ri deb biladi. Chizig'ida menday chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti. Menday chizgan ham to'g'ri deyapti, manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodarlar, to'g'ri chizig'i bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'laversa, kimniki noto'g'ri unda? Birodarlar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudan min robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? Najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ihson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'aybga ishongan, muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.